Berilgan qattiq jismning tayanch aksi kuchlarini aniqlash. Berilgan sxema quyidagicha unga tashqi yuklar ta'sir etgan. Tashqi yuklarning tashqi kuchlarning miqdori va masofalar quyidagi miqdorlarga teng. Berilgan sxemadan hisoblash sxemasiga o'tamiz. Bunda berilgan sxemani tayanchlardan ozod etamiz. Tayanchlarni esa tayanch aksilariga almashtiramiz. Berilgan sxemada qaralgan yukni to'playmiz. Burchak ostidagi P kuchini tashkil etuvchilarga ajratamiz. X va Y o'qlariga preksiyalar. To'plangan kuch miqdori Y o'qiga preksiyasi, X o'qiga preksiyasi quyidagiga teng. Noma'lum tayanch aksilarini aniqlash uchun statistikaning muvozanat tenglamalarini qo'llaymiz. Dastlab X, B noma'lumni aniqlaymiz. Buning uchun tashqi kuchlarni X o'qiga preksiyalaymiz. X yo'nalishi bo'yicha berilgan sxema hisoblash sxemasida faqatgina Px hamda Xb kuchlari yo'nalgan. Xb o'ng tomonga bo'lganligi uchun nisbatan Px chap tomonga koordinata o'qiga teskari yo'nalganligi uchun minusdan olamiz preksiyasini va nolga tenglaymiz. Ya kuchini Yb kuchlari X o'qiga preksiya bermaydi. Momentni preksiyasi esa nolga teng. Dereceli çıkmadı mı? Yok, olmadı. Yolda takip koyardı. İlgiçen başı tepede çıkardı daha önce bölüp. Tamam, olsun. Ben de anlayayım. Uzun koyu yaptığında. Bu yerden X birini aniqlasak 15 va 6 kilonewtonga teng. Y yo'nalishdagi kuchlarni aniqlash uchun Y o'qiga preksiyalashimiz kerak, lekin Y o'qida noma'lum son ikkita bo'lib qolib, bu yerdan Y'larni hech birini aniqlay olmaymiz. Shu sababli B nuqtaga nisbatan moment olgan holda A kuchini tayanch aksi miqdorini aniqlasak bo'ladi. Sababi B nuqtada biz qidirmayotgan ikkita noma'lum kesishadi hamda ularni yelkasi nolga teng bo'lganligi sababli momenti nolga teng bo'lib ketadi. B nuqtaga nisbatan moment ifodasini tuzamiz. Dastlab sol yelkasiga qarshi juft kuch ishorasi manfiy ishorasi demak musbat. Keyingi kuch Px qaraymiz. P2 sol yelkasiga teskari aylantiradi bir nuqtaga nisbatan. Ishorasi musbatdan, yelkasi esa 2a minus b ga teng. Ya'ni B nuqtadan o'tuvchi Px kuchini preksiyasini o'tkazib, bunga nisbatan 90 gradus burchak ostida masofa hosil qilsak, bu masofa bizga Px kuchini yelkasini beradi. Bu masofa esa umumiy 2a miqdoridan B miqdori ayirganga teng. Keyingi kuch Py B nuqtaga nisbatan sol yelkasi yo'nalish bo'yicha ishorasi manfiy. Masofasi esa B nuqtadan Y yo'nalishiga perpendikulyar tushirib o'lchaymiz. Bu masofa mana pastda ko'rsatilgan A ga teng. P ko'paytiruv A. Qu B nuqtaga nisbatan sol yelkasi teskari aylantiradi. Ishorasi musbat. Quni ta'sir yo'nalishiga B nuqtadan preksiyani tushiramiz. Bu masofa A qo'shilgan B taqsim 2 ga teng. B Qni to'plangan masofasi B taqsim 2. B taqsim 2 masofada. Demak, yelkasi B taqsim 2 qo'shilgan A. Bu masofa. So'ngra sol yelkasi yo'nalishi bo'yicha yo'nalganligi sababli manfiydan Ya, uni yelkasi esa B nuqtadan tushirilgan perpendikulyar mana bu masofa. Bu esa A plus B ga teng. Va bu yerdan bizga noma'lum bo'lgan Ya miqdorini qidiramiz. Demak, buni ishorasi manfiy 10 tomonga musbat qilib o'tkazib olsak, so'ngra almashtirish qoidasi bo'yicha yana chap tomonga
almashtiramiz va YA miqdori quyidagiga teng bo'ladi. Demak, bu yerda momentni ishorasi musbat qiymati endi boshqa miqdor chiqadi. Demak, buni miqdori 12,3 kilonewton. Y o'qida noma'lumlardan bittasi aniqlandi. Endi Y o'qida noma'lumlar soni bitta qoldi. Berilgan sxemani Y o'qiga proyeksiyalaymiz. Yuqoriga yo'nalgan kuchlar musbat, pastga yo'nalgan kuchlar manfiy ko'rinishda. Dastlab YA yuqoriga yo'nalgan musbat, so'ngra Q kuchi pastga yo'nalgan manfiy, PXY dan PYY o'qida yuqoriga yo'nalgan musbat hamda yuqoriga yo'nalgan YB. PXXB Y o'qiga proyeksiya bermaydi. Momentda proyeksiyasi esa o'qlarga nisbatan 0 ga teng. Bu yerdan YB miqdorini aniqlaymiz. YB miqdori, demak, YA ni qiymati o'zgardi. Buni o'rniga 12,3 miqdorini qo'yib, -12,3 miqdorini hisoblab qo'yamiz. 9,3 minus minusdan 9,3 kilonewton miqdoriga teng.